Do'stlar, assalomu alaykum. Samarqand shahri Makaronkada bugun obyektimizni sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, bu obyektimiz qadimiylikni yaxshi ko'radiganlar uchun ko'rib turganingizdek, orqamdagi zdaniya fasad qismlariga Brickwood tomonidan ishlab chiqarilgan plitkalardan foydalanganmiz. Ya'ni Sestra Mini modelidan ko'rib turganingizdek, bu qadimiylikni ifoda qilib beruvchi bir fasad bo'lib chiqdi. Mana bu oralariga esa o'zimiz tomonidan ishlab chiqarilgan zatirkalar qora fugadan ishlatilganmiz. Xo'p do'stlar, plitkalar narxlari haqida, xizmatlari haqida sizlarga hozir to'liq ma'lumot beraman. Bu plitkalarimizni hozirgi kundagi narxi 1 kvadrati 135 ming so'm turadi. Plitkani o'zi. Mana bu oradagi rastvorli shofi esa bir qopi 130 ming turadi. 6-7 kvadratga yetadi bir qopimiz. Xo'p, undan tashqari xizmat haqlari esa mana shu plitkalarni terib berishi hozirgi kundagi narxi 1 kvadrati 130 ming so'm turadi. Ya'ni xizmat haqqi, fuga, zatirka, kley sizga 1 kvadrati usti haqqi hamma xarajatlari ichida hozirgi kundagi bitgan holati sizga 1 kvadrati o'rtacha 220 ming so'mga tushadi. Bu plitkalarimiz asosiy shkaturkali devorlar, tekis devorlarga kafelni kley bilan yopishtiriladi. Yopishtirilib bo'lgandan keyin oralari mana shu zatirka fuga bilan to'ldirilib chiqadi, ko'rib turganingizdek. Bu juda ham chiroyli chiqadi. Ko'pchilik bizga savol beradi, aka bu plitkalar yillar davomida o'tib tushib ketmaydimi dedi. Yo'q, bu azizlar tushmaydi. Tushmasligining sababini o'zi aytaman. Mana ko'rib turganingizdek, plitkalar terib bo'lgandan keyin birinchi buni kley ushlaydi, ikkinchidan esa mana shu orasidagi shof ponni bu plitkalarimizni qisib oladi. To'rt tomondan kabanchiklarimizni. Bu nafaqat o'zi tushish, balki qo'l bilan ham uzish imkoni bo'lmaydi. Xo'p, plitkalarimizning zavod tomonidan garantiyasi 75 yil berilyapti. Hozirgi kunda rangi o'zgarmaydi, sifati buzilmaydi, do'stlar. Ko'rib turganingizdek, bu obyektimizga Sestra Mini modelimiz terilgan. Bundan tashqari bizlarga bir 7-8 xil boshqa turlari ham bor. Har xil qizil rangi, seri rangi, nimalarni, obrazeslarni video davomida qo'yib qo'yaman. Ko'rishlaringiz bo'ladi. Ya'ni buni nafaqat tashqi fasadga, balki ichkaridagi interyer qismlaringizga ham ishlatsangiz bo'ladi. Kafe, bar, restoran, gostinitsa, mehmonxona, любой joyga mana shunaqa loft dizaynga qilmoqchi bo'lsangiz agar, sizlar uchun mana shunaqa chiroyli plitkalar taqdim qilamiz. Mana shularni o'zlaringizga, interyeringizga moslashtirib tersangiz bo'ladi. Buni fasad qismiga ham tersa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu obyektimizga fasad qismlariga terilgan. Mana shu darvozaxona, mana bu yerga biron xil surat chizadi, yo biron xil kafe teriladi, shuning uchun joyini bolalar qo'yib ketgan. Dizayn bo'yicha biron boshqa narsa bo'lishi kerak. Do'stlar, mana shu plitkalarimiz mustahkam, baquvvat, fasadlaringizga juda ham chiroyli ko'rinish vid beradi. O'sha uchun mana shu xizmatlarimiz, plitkalarimiz kerak bo'lsa, albatta biz bilan bog'lansangiz agar plitkalarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beraman. Xizmatlarini esa Samarqand bo'yicha, agar boshqa viloyatlar bo'lsa, ustalarimiz bo'sh bo'lsa, sizlarga ham mana shu plitkalarni terib berishga ustalarimizni yuborishimiz mumkin. Do'stlar, kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Yangidan yangi mana shunaqa fasonlar, fasadlar, plitka g'ish haqida ma'lumotlar bizlarning birinchi kanalimizga bo'ladi. Shuning uchun yangidan yangi videolarni o'tkazib yubormoq uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Pastga raqamlar qo'yamiz. To'liqroq yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali telefon qilishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp'imiz bor. Uzoq safarda bo'lsangiz, bemalol Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsangiz ham bo'ladi. Kataloglarni tashlab beramiz. Ko'rib o'zlaringizga ma'qul ranglardan tanlab mana shunaqa fasadlaringizni bizlarga qildirishingiz mumkin. Ishlaringizda albatta professionalga topshirishingizni maslahat beraman. Nimagaki, mana shunaqa ishlarni bizlarning bolalar bir necha yillardan beri shu ishda opitlari bor. Chiroyli qilib joylaringizni o'lchab, hisob kitobini chiqarib berib, ma'qul kelsa sizlarga terib beradi. Xo'p do'stlar, videoga bitta like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.